Mana shu ekskavator pogrushchik necha pul turadi va necha oyda o'zini oqlaydi? Bu ekskavator pogrushchikimizda 6 ta funksiyasi bor. Aha. Mana bu vilkasi ham bor. Atval surib beradi. Keyin qaychisi bor. Bu narsani buzib beradi. Kovush bo'lib ishlaydi. Orqasida oddiy anaqa strela emas, teleskopichеский strelasi bor. Uzoqga oladigan strela. Ham yoniga ham regulirovka bo'ladi. Shuning uchun buni narxi ham VCI dvigatel qo'ydirib kelganimizda toplayni apparat. Injektor emas, solyadka tanlanmaydi. Oldi baloni ham ko'ryapsiz, katta balonda 4x4 yoniga yuradigan. Rabul xod bilan. Buni narxi 820 million. Endi o'zini oqlash srogi 1,5 yilda. 1,5 yil. Bu ham o'zini 1,5 yilda oqlab beradi. Agar ishlasa rostdan, turib qolmasa, har doim stabil bo'lib tursa, mana tayyor biznes olib arendaga bersanglar, mana 1 yildan 1,5 yilgacha, 2 yilgacha o'zini oqlab beradi. Undan yog'iga o'zingizga soladigan sof foydali bo'ladi har doim.